sizni topganim, ko'rganim, uchratganim juda yaxshi bo'ldi-da. Yana nima gap bo'ldi? Xotin ketib qoldi, rais bova. Ey, seni shu oilaviy muammolaring toza jonimga tegdi-da. Qachon qilaman xotining bilan jiqillashib urishgan. Ey, o'la urushmay. Ha, yana nima bo'ldi? Rais bova, o'zimni ham mana shu yerimga keldi. Kattasini maktabi, kichkinasini bog'chasi, men sigir buzoq deganda hammasi o'zimga gardanimga qoldi, rais bova. Ha. Yordam qilmasangiz bo'lmaydi. Hey, nima qilib urishding bu xotining bilan, ha? Siz so'ramang, rais bova. Mingiri g'ijakni nolasida shu nolaganda. Ey, shu xotining ham bekorga shu nolimaydi. Shu ro'zg'oringda nimadir kam bo'lgan, o'shanga noligan. Nima deydi? Mana o'zingiz ayting-da, rais bova. Menga qaraganda ko'ylakni emas, tunni ko'proq yirtgansiz. 950 ming oylik bitta kichkina oilaga, xotinga, bir ikkita bolaga yetadimi, yo'qmi? Tejab tergab ishlatsa bemalol yetadi, shukr qilish kerak-da. Yashang. Rahmat sizga. Xotin nima dedi? Yo'q, yetmaydi, siz ham ishlang deydi-da.